Payshanba yoshlar kuni munosabati bilan Baxmal tumanida ham qator tadbirlar tashkil etildi. Xususan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hudud yoshlari bilan uchrashuvi avvalida 2-sonli texnikumda ta'lim jarayonlari, unayotgan o'g'il-qizlar uchun yaratilgan qulayliklar bilan tanishdi. 740 nafardan ziyod unayotgan avlod vakillari ta'lim olayotgan bilim yurtida o'quvchilar asalarichilik, tikuvchilik, avtomobillarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish, agronomiya kabi kasblarni o'rganishmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi avtomototransport vositalari va shahar elektr transport vositalari haydovchilarini tayyorlash hamda qayta tayyorlash bo'yicha nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori asosida ta'lim muassasasida davlat standartlariga mos holatda avtomobil boshqarishni o'rgatish maydoni qurilmoqda. Shundan so'ng Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda hudud yoshlari ishtirokida rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Tadbirda yoshlar dolzarb masalalar yuzasidan bevosita fikr almashish imkoniga ega bo'ldilar. Yoshlar bilan suhbat davomida ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanishlar hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida olib borilayotgan choralar haqida ma'lumot berildi. Muloqotda ayniqsa yoshlar o'rtasida uchrayotgan turli salbiy illatlar, jinoyatchilik, narkojinoyatlar, odam savdosi va kiberjinoyatlar kabi tahdidlarning huquqiy oqibatlari alohida tushuntirib o'tildi. Shu bilan birga internetdan xavfsiz foydalanish, firibgarlik sxemalarini aniqlash va onlayn aldovlardan himoyalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Uchrashuv davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni erkin ravishda yo'llab, kasb tanlash, jamiyatda o'z o'rnini topish va kelajakdagi rejalar haqida fikrlarini bildirdilar. Ochiq muloqot muhiti yoshlar va mas'ullar o'rtasida ishonchli va samarali aloqa o'rnatishga xizmat qildi. Qisqasi, mazkur muloqot yoshlar bilan ishlashda huquqiy targ'ibot, xavfsizlik madaniyati va amaliy kasb ta'limni birlashtirgan tizimli yondashuvning yorqin namunasi bo'ldi. Bu esa yoshlarning jamiyatda faol, bilimli va mas'uliyatli bo'lib shakllanishiga xizmat qiladi.